Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, Allah subhanahu ve taala her birimizni dunyoning har qaysi joylarida xotirjam salomat qilsin va har vaqt bizlarni Allah o'zi yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan amallarni qilishga muyassar qilsin. Bugungi darsimiz ilm talab qilishda erishadigan 30 natija degan darsning ikkinchi qismi. İlim bolsa sahibi vafot bo'lgandan keyin ajr savobi qiyomatgacha baqiy qoladigan manfaatlik amallarning jumlasidandir. Alim va ilm o'rgangichi ajr savobda barobar bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: inson vafot bo'lganda uning 3 turlik amalidan boshqa barliq amali uziladi. Faqat başqalarga manfaat yetib turadigan sadaqa, başqalar manfaatlanadigan ilm va ota-onasi uchun duo qilib yaxshi tilaklarda bo'ladigan solih farzanddan iboratdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: yaxshilikni boshlab qo'ygan kishiga yaxshilikni qilgan kishiga o'xshash ajr savob bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: bir kishini to'g'ri yo'lga, hidoyatga boshlab qo'ygan kishiga to'g'ri yo'lga ergashgan kishining ajr savobiga o'xshash ajr savob bo'ladi. Ularning hech qaysisining ajr savobidan bir narsa kamaytilmaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Tarjimasi: bilmasanglar ilm ahlidan, ya'ni biladiganlardan so'ranglar. Bu ayette Allah subhanahu ve taala ilim ehlidan so'rash, ularning so'ziga murojaat qilishga buyurib, buni ulardan bo'lgan shahodatga o'xshash qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allah subhanahu ve taala kimga yaxshilikni iroda qilsa, u kishini dinni tushunadigan qiladi. Dinni tushunadigan kishiga yaxshilik iroda qilingandek, o'zining dinini tushunmagan kishiga yaxshilik iroda qilinmadi. Hakikaten dinni tushungan kishiga yaxshilik iroda qilindi. Dinni tushunish degandan bo'lgan maqsad ilm taqozo qilgan amalni qilish demakdir. Shar'iy ilm bo'lsa hammadan sharaflik, fazilatlik va talab qilishga buyurilgan ilmdir. Bu ilmni o'rganish va o'rgatishga rag'batlantirish to'g'risida kitob, sunnatda tekstlar intayin ko'p. U bo'lsa-mu Qur'on hadisning ilmi, uning tekstlarini bekitish, ma'nolarini tushunishdan iborat. İnsanga özünün dini işlerinde ibadet, muamele işlerini biliş, Allah'ın isim sıfatlarını biliş, tefsir, hadis, tavhid ve fıkıh ilimlerini biliş gerek buludu. Bunun cümlesiga muşu ilimlerini düşünüşki yardım buluduğun morfologiya, sintakis, stilistika, usul fıkıh ve hadis ilimlerini biliş mi zürül buludu. İlim talep kılış umumi cihetten farzdır. Peygamber aleyhisselam'dan bayan kılınan hadiste ilim talep qilish her bir musulmonga farzdir degan. Bu hadisni bazı alimlar zayıf degan, yana keyingi bazı alimlar sahih degan. Lekin ilimden musulmon ayollar her biriga farz ayn bo'lganlari va farz kifoya bo'lganlari bor. İmam Navaviy rahimahullah mundaq deydi: shar'iy ilm 3 turga bo'linadi. Birinchisi farz ayn bo'lgani. İnsan öz üstüdeki buyurulgan mesuliyetini ada qilishni, yani taharet, namaz qatarlıq ibadetini ada qilishni bilgudek ilim o'rganishi farz ayn bo'ladi. İkincisi farz kifoya bo'lgani. İnsanlar uchun dinini turg'izishda zarur bo'lgan Qur'on yod qilish, hadis o'qish, fiqh va lug'at qatarlıq Qur'on hadisga aloqador ilmlarni o'qish farz kifoya bo'ladi. Ba'zilar o'qisa qolganlardan tushib ketadi. Hiç bir kişi okumasa hemmisi o'xshash günahkar bo'ladi. Üçüncüsü artıqcha ilim. Her bir penge çoğunqur çöküp her taraftan yetişish ve bilmegen kişilerge nafli amal ibadetlerini ta'lim berishdan ibarettir. İlimni puxta bilishni maqsad qilgan kishi her bir fanning qoidalarini puxta egallashi kerak. Qoidani bilmagan kishi maqsadga yetolmaydi. Bu to'g'rida Şeyh İbn Usaymin rahimahullah mundaq deydi: ilim cho'nqur dengizdir.
Charchab qolg'uchi uning tagiga yetolmaydi. Lekin uning qoidasida uningga yetish uchun osonlik bor. Uningga yetadigan yo'lni tepishga tirishing. Usul qoidalarni g'animat biling. Usul qoida bilmagan kishi maqsadga yetolmaydi. İlim talab qilishning dasturida muhim bo'lgan ishdan har bir fanning asli qisqartirilmasidan boshlash, uni puxta biladigan ustozning oldida o'rganish, qisqartmalarni asli tekst bo'yicha bekitish va puxta egallashdan ilgari uzun sharhlar bilan mashg'ul bo'lmaslik kerak. İlim talab qiluvchi ilm yo'liga kitobning asli bo'lgan qisqa tekstlaridan boshlab kirish kerak. Masalan, hadis başlamoqchi bo'lgan kishi İmam Navaviyning 40 hadis, Hanbali fiqhisini o'qimoqchi bo'lgan bo'lsa, Zadul Mustaqni, Hanafi fiqhisini o'qimoqchi bo'lsa, Quduriyning teksti, usul fiqhi o'qimoqchi bo'lsa, Varaqat, Usul Shashi deganga o'xshash kitoblarni yod qilib o'qish kerak. Kitobning asli bo'lgan qisqa tekstlarning alohidligi ilmning bo'laklarini yaqinlashtirdi, masalalarni bekitdi, yod qilishni oson qiladi, o'quvchining masalani tez suratda hozir qilishiga yordam beradi. O'zi dars qilgan ilmni umumiy shaklda qurashtirishga yordam beradi. O'quvchining bu fanni dars qila olmaganlarda tepilmaydigan ilmiy qobiliyatni yetildirishga mashq bo'ladi. Muhim bo'lgani ilm talab qilishda tadrijiy bo'lish. Kichikdan cho'ngga, osondan qiyinga yuzlanish kerak. İlimni az-azdan oson ko'tara oladigan miqdorda elish, uningdan keyin o'rganish miqdorini kunlarning o'tishi bilan o'zining toqati bo'yicha ziyoda qilish. Qiziqqan aldirangi bo'lmaslik kerak. Dastlabda qismliq uzun kitobni boshlab yoki ziyoda ko'p o'qib, cho'ng masalalar va ulamolarning ixtilofi bilan mashg'ul bo'lib, kunlarning o'tishi bilan charchab, irodasini uzib qo'ydigan va bo'shab ketadigan ishlar bo'lmasligi kerak. İmam İbn Shahab Zuhriyning Yunus ibn Yazid rahimahulloh qilgan go'zal nasihatidan ilmga cho'ngchilik qilmang. Haqiqatan ilm degan kangri dengizdir. Uning qaysisidan olsangiz, uningga yetishdan ilgari sizni uzib qo'yadi. Lekin uni kunlarning o'tishi bilan iling. Ilmni biroqla o'rganmang. Haqiqatan ilmni biroqla olsa, ilm u kishidan biroqlam ketib qoladi. Lekin kunlarning o'tishi bilan tadrijiy olsa yaxshi bo'ladi. Ilm talab qiluvchi ilmlardan ilgari o'rganish zarur bo'lganlarini ilgari o'rganish kerak. Oldi bilan Qur'oni Karimni yod qilish yoki ba'zi juz'iylarni yod qilishdan boshlash. Undan keyin tavhid ilmi, nafla va farz kifoya bo'lgan ilmlarni o'rganishdan ilgari farz ayn bo'lgan ilmlarni o'rganishi. Foyda manfaatsiz ilmlarga vaqtni zoya qilib o'tmaslik kerak. Ilm talab qilishdagi farosat va tushunishdan har bir fanning turlarini mukammal qilishni talab qilish va uni to'liqlashga tirishchilik qilish. Ilm talab qiluvchi har bir fanning asli qoidasi, usuli va shaxsiy masalalarini puxta egallamaguncha to'xtamaslik. Kuchining yetishicha shu fanga aloqador turlarni to'liq egallashga tirishish kerak.